Erimni pulini o'ynab yeyman. O'g'limni pulini o'ylab yeyman. Shunaqa iborani eshitgansiz-a? Mayli yana o'ylardim, bu nimaga shunaqa deb. Ishonasizlarmi, hozir bunga 100% qo'shilaman. O'ylamang, o'g'li pul bermasmikan yoki oyisiga qisib beramikan? Yo'q, o'g'lim juda ham mehribon. Qancha desam beradi, alhamdulillah yaxshi farzand tarbiya qilganman. Lekin o'sha o'g'lim bergan 1 milliondan ko'ra ishonasizmi, erim bergan 200 mingni shunaqa mazza qilib ishlataman. Xuddiki bu pulda bir ilohiy kuch bordek. Xuddiki bu pulni ishlatayotib men kuch-quvvatga to'laman. Ishlatayotib xayolan duo qilaman. O'rnini 100 barobar to'ldirsin. Mazza qilib ishlataman. O'g'limnikini ham mazza qilaman, duo qilaman. Lekin ekonom qilib qiynab qo'ymadimmikin, ortiqcha tashvish bo'lmadimmikin, o'zini oilasi, qancha bolalar chaqalari bor deb xijolat bilan ishlataman. Ekonom qilib ishlataman. Erimnikini esa xohlaganimdek qilib ishlataman. Balkim shuning uchun shu ibora ayollarga yoqar. Nima deysiz? Kommentariyda bo'lishing.